Assalamu alaikum, Şərq Türkistanlıq əziz qarindaşlar. Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Germaniyanın Münxen şəhər təsdiqlənən Toru televiziyasının bugünkü söhbət və mülahizə proqramısına xoş gəldinizlər. Hörmətli televizor görgüçülər, mən bugünkü proqram riyasətçisi Fərat Yorun başlayıram. Aldı bilən istansımızdakı barlıq xadimlərə vakalətən həmmənizlərni ürəkdən salamlayman. Əziz qarindaşlar, Әмғалағы мәлім болғандек, Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən bu yıl 11-ci ayının 6-cı günü Cenevadagi BDT binası aldıda keng külemlik bir zor namayış ötküzüş çakırıp oturup koyulgan ve bu çakırıp oturup koyulgandan keyin bununla bütün Avrupa'da faaliyet ilip atkan Uyghur teşkilatları ve siyasi faaliyetçilerimiz, cemaat erbaplarımız ve avam halkımız bunun nihayetde kızgın şekilde avaz koşup bu namayışınki seferberliğine yaptırıvatıdı. Fakat Avrupa'da yaşavatkan kardeşlerimizle emas, belki Avrupa'nın sırtındaki, yani dünyanın arkaysı ellerdeki kardeşlerimiz mi bir katımlılık Cenevada ötküzüldüğün namayışka bir vekil üretişke hazırlanıvatıdı. Aziz kardeşler. Biz bir yana bir eskartib qo'yib 11-ci ayın 6-cı günü Cenevada bu BDT binasida oldida namoyishni o'tkazishdagi maqsadimiz bu xuddi Dünya Uyghur Qurultayıning chaqirig'ida o'tirib qo'yilganidek 11-ci ayın 6-cı günü BDT'da Xitoyning kishilik huquq vaziyati umumyuzlik ko'zdan kechirildi. Ve bu günü BDT'ye a'zo 200'ga yaqin davlatning vakili bu yig'inda bo'ladi ve bütün dünya matbuotlari bu yig'inda bo'ladi. Shuning uchun bizningki mushu yig'in ichilayotgan Xitoyning kishilik huquq vaziyati ko'zdan kechirilayotgan shundaq daqiqalarda bizning necha minglagan Uyg'urning aşı BDT binası oldida to'planib, jaranglik shuvollarimiz bilan bu yerda lozunkalarimiz bilan özümüzdeki nefretimizni, özümüzün narazılığını ifadeleş bulup mu Xitoyning Şərq Türkistan'da təsdiqlənən cəza lagerlərə qarşı bir yerdeki halkımızın dərdini anlatış nəhayət mühim. Bu bütün Şərq Türkistan xalqı üçün nəhayət intayın mühim bir fürsət. Şunun üçün bu namayış 11-ci ayınki 6-cı günüge orunlaşdırıldı. Aziz qarindaşlar, sizlərə məlum keyinki yıllardan bu yan bulup mu axırqı bir qancha aydan bu yan bütün çətlərdə halkımız için ciddi bir uyguniş var, milli uyguniş hareketi var, yaşlar uyguniş hareketi var, hanım kızlar uyguniş hareketi var ve bütün dünyanın her qaysı ellerde müstebit Xitoy hükümetinin Şərq Türkistan təsdiqlənən cəza lagerlərə qarşı şundaqla xalqımızı yürgüzüb atqan bu irqi qırğınçılıq siyasi qarşı milli mevcudluğun yoktur siyasi karşı, dini etikadın yoktur siyasi karşı keng külemde bir narazılık hareketi bütün dünya miqyasında devam kılmadıdır. Mayli yalnız kişilik namayışlar olsun veya ki yaşlar namayışı olsun veya ki avam halkınınki hanım kızlarımızın namayışı olsun. Mana körep turistler bütün ögünün yakımı bütün dünyada mayli Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun bütün dünya miqyasında Uygurlarla yaşayotgan ellerinin hemmesi dediğidek müstebit komünist Xitoy hakimiyetininki Şərq Türkistan'ın işgal qılğanlığınınki 69. yıllık münasebetiyle bir yerde yana bir Xitoy karşı narazılık hareketi, narazılık namayışları bes-beste ilip birilatıdır. Aziz qarindaşlar, bugünkü bu söhbetimizni ötküzüşümüzdeki asası məqsəd nima degan vaqtida mushundaq namoyishlarimizningki uzluksiz ko'payishiga, sonning ko'payishiga, ko'lamining kengayishiga ergashib, namoyish haqidami ba'zi islomiy nuqtadan, diniy nuqtadan bu yerda o'xshamagan qarashlar, o'xshamagan talash-tartishlar o'tirib chiqyapti. Sizlarni bu jihatdan to'g'ri va atrofli ma'lumotga va bilimga ega qilish uchun biz bugungi programmamizga maxsus qimmatli ikki diniy olimimizni, diniy ulmoyimizni bugungi suhbat programmamizga taklif qildik. Oldi bilan men bu qimmatli muhtaram ikki diniy ustozimizni sizlarga bir taqdim qilib o'tay. Mana bu ustozimiz Turg'unjon Alovuddin hojim o'zi Misrninki dunyoga mashhur Al-Azhar universitetida o'qigan, o'zi ham Dünya Uyghur Qurultayı diniy ishlar komitetininki mudiri, shundaqla Şərq Türkistan ulamolar birligininki hay'at a'zosi ham Germaniyadagi Uyg'ur jamoatining uzun yillardan buyon bu yerda imomchiligini qilayotgan bizningki muhtaram diniy ustozlarimizdan biri. Mana bu ustozimiz Abdul Ahmad Qori hojim o'zimi kichikdan tortib, bolalik chog'laridan tortib uzun yil diniy ta'lim tarbiya ko'rgan bizningki diniy mütevazzatlarımızdan biri shundaqla hozir Dünya Uyghur Qurultayı fondininki reisi hem özümü ilgili Avrupa Şərq Türkistan Birlik Təşkilatının reisi olan Yarım Turg'unjon hojim hozir
Dünya Uyghur Kurultayı Dini İşler Komitesi'nin müdürlüğünden başka yana Germaniyadaki Uygurlarga vekillik kılıp atkan Avrupa Şarkı Türkistan Birliği Teşkilatı'nın reisi bu hizmet kılıp atıdı hazır. Hürmetlik Turbince Hacı, hürmetlik Abdülhamid Karacım, Atayet'in vaxtından çıkırıp bugünkü söhbetimizge qatnashmaganlar uchun sizlarga ko'p alayda rahmat aytaman. Xo'sh, men boya programmada deb o'tgandek, endi Turnajim avval o'zidan bir so'ray, masalan, shu namoyish haqida xilma-xil talash-tortishlar bor. Diniy nuqtadan, islomiy nuqtadan deyli. Ba'zilar deydi bu namoyish qilgan dinda yo'q deydiganlar bor. Buni harom deydiganlar bor hatto. Ba'zilar bu bir farz bu yerda zulmga qarshi bu yerda narazılığımızı bildiriş, yani Müslüman bir xalqqa yurgizayotgan zulmga qarshi bu yerda isyon qilib o'zimizning narazılığını bildirish. Bu bir farz musulmonlar uchun deydigan qarashlar bor endi xilma-xil. Siz bir diniy olim bo'lish sifatingizdan bu qarashlarga qanday qaraysiz? Bu haqiqatan islomda bu namoyishninki o'rni nima endi? Buni qanday bir qanday bir fatvo, qanday bir ta'bir beramiz? Bismillahirrahmanirrahim. Namoyish o insanın bir ishqa, yani bir haqsizlikqa, norozilik bildirishning bir ifodasi. Namoyish degan bir davlatning siyosatidan yoki bir elib berayotgan xalqning manfaatiga uygun kelmaydigan bir şekilde elib berilgan siyasetga qarshi yoki bir mustamlikchi, bosqinchi, Xitoyga o'xshash tajovuzchi bir davlatning besib olgan, nohaq besib olgan, mustamlik qilib olgan xalqlarning buningga bir o'zining noroziligini ifodalash uchun elib berilgan ochiq oshkora bir ifodasi. Endi namoyish albatta bizning diniy nuqtadan aytgan vaqtidami, dinimizda İslam birinci zulümge karşı turuşunu teşebbüs kılıyordu. Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifte deydi, her kandak bir yaman işini koysanlar, münker dep geldi. Münker degen İslam'da inkar kılınır. İslam kabul kılmaydigan bir yaman işini koysanlar, yani bir zulüm, buzgunçuluk, bir yaman işini koysanlar, onu kulunlar bilen özgertişik tirişinler deydi. Eğer kulunlar bilen kuchinglar yetmasa, tilinglar orqali o'zgartishga tirishinglar deydi. Agar tilingda kuchinglar yetmasa, imkoninglar bo'lmasa, u vaqtida dilinglar bilan qarshi turinglar deydi. Bu dil bilan qarshi turganlik iymonning eng zaif nuqtasi deydi. Endi biz albatta vatanimizda zulm bo'layotdi. Xalqimiz ezilyotdi. Dinimiz va milliy an'anamiz dafsanda qilinyotdi. Xalqimiz erkinlikten mahrum kaldı. Hazırki bir ay yıl mabeyinde bütün xalqimizni atalmış terbiyeleş lageri dep atıvagan türmelerge, cezalaş lagerlerine solap ulanı naytı kıyın ahvalda kıynavatıdı. Bunda şerait aslında biz chet elde faaliyet ep beriyotgan, chet elde yaşayotgan bir Uygur, elbette bir Uygur, bir Müslüman buluş sütümüz bilen imani ve vicdani burcumuzni elbette ada qilish mecburiyetidir biz. Yani bunu qanday ada qilamiz? Elbette qo'limizdan kelgan şekilde. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yana deydi, Allah sizlarni qo'lingizdan kelmagan ishga taklif qilmaydi, burmaydi deydi. Yani qo'limizdan nima keladi hozir elbette namoyish qilish, Xitoyni rasvo qilish, xalqaro sahnalarda Xitoyning abtibashirisini echib tashlash, Xitoyning zulmini xalqaroga anglatish orqali xalqaroning hissdashligini qo'zg'ash, shu xalqimizning dard ahvolini yetkazish, bu albatta bizning majburiyatimiz. Biz shuni qilyapmiz. Hozir bizning imkonimiz shu. Shuning uchun namoyish albatta bizning qilishga tegishli diniy majburiyatimiz. Endi namoyishni yo'q namoyish qilsa bo'lmaydi deganlarni men tushunmayman. Nereden chiqardi buni? Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın davrida Peygamberimizge vahiy kelib, peygamberlik kelib, bir qancha Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Hadice anamızdan tortib bir qancha Müslüman
musulmon bo'lgandan keyin biroz uvoqlardan da ojiz, kuch bo'lmagandan keyin son ojiz bo'lgandan keyin bular o'zini ochiq oshkora ifodalayolmay shu yurgan mezgilda payg'ambar alayhissalomning duosi bilan Hazreti Ömer radıyallahu anh qahramon, botir, qo'rqmas shunday kishi edi. Bu kishi musulmon bo'lgandan keyin bu kishi shuning bilan sahobalarni boshlab o'tirg'i chiqib, biz musulmon deb o'tirg'i chiqdik, biz Allohga iymon keltirdik, payg'ambarga iymon keltirdik, biz musulmon deb Makkaning ko'chalarida boshqa musulmonlarni agashtirib ishadi, manglan. Bu namoyish bu bir xil namoyish, o'zini ifodalash, zulmga qarshi, istibdodga qarshi o'zini ifodalash, o'zining noroziligini bildirish. Mana bundan qaragandimi, namoyishning albatta dinimizda uni o'rni bor. Albatta namoyish qilish kerak. Qo'limizdan nima kelsa shuni qilish kerak. Namoyish bo'lmaydi, namoyish qilsak bo'lmaydi desak, boshqa nima ish qilamiz? Boshqa albatta undan cho'ngroq ish qilishga hammamizning orzuyi. Hammamiz amaliy bir ish qilsak deymiz, qo'limiz bilan qilsak deymiz. Shu fursat yetib kelguncha oraliqda shu fursatni izlayapmiz. Inshaalloh Alloh shu fursatni bergan vaqtda uni qilamiz. Xalqaro sharoit yetilgan vaqtida uningcha namoyish bo'lmaydi deb namoyish qilmasak, u vaqtda biz diniy majburiyatimizni ado qilmagan bo'lamiz. Qarajim o'zlari tuguncha hajim bu qarashlar qanday qiladi, o'zining shaxsiy iboratga qarashlar qanday. Assalamu alaikum, aziz qarindoshlar. Hamda namoyish to'g'riliq Turg'unjon hojim deb o'tdi. Ham namoyishninki islomdagi o'rnini, buningki islomda farzmi, vojibmi, sunnatmi va yo harommi ba'zilar degandek mush shaklda javob kelsak, endi bir narsani fatvo berishdan ilgari islomiyatda Qur'oni Karimdan hamda 4 xil nas orqali buningda dalillab isbotlashimiz mumkin. İbaret nas, işaret nas, muqtazai nas, dalalat nas deydigan 4 xil nas var. Endi bu nas degandan-ki dalil, isbot degan gap, shu Qur'ondan suzib chiqadigan, Qur'ondan shu fiqhiy ilmi bilan ilinadigan dalillar. Endi biz Qur'oni Karimninki shu sura Fatihada kunda o'qiydigan 32 qatim o'qiladi. 32 qatim o'qiladigan Qur'oni Karimdagi birinchi sura, ham duoda o'qiymiz, ham boshqa ibodatlarimizni, namozlarimizda o'qiymiz. Biz sura Fatihada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin deydi. Ey Allah bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin, to'g'ri yo'lga boshlagin. Ya'ni andaq bir kishilarning zotlarning yo'liga boshlaginki, sen ularga in'am qilgan, sening marhamatingga erishgan va ular ezib ketmagan shundoq mangan payg'ambarlarning yo'liga, solihlarning yo'liga bizni boshlagan va ezib ketgan gumrohlarning yo'lidan bizni yiroq tutgan deydi. Hamda Qur'oni Karimdan olsak, Ibrohim alayhisolatu vassalam Namruddan iborat bu jahil, bu zolim bilan qarshilashdi. Buning bilan bir umr mujodala etdi. Tavhid aqidasini tiklash uchun, zulmni o'ttirdan qoldirish uchun ashadki o'zining hur erkin irodasi Alloh subhanahu va taolo bergan bu hur erkin irodani, bu tavhid aqidasini yer sharida yeyish uchun bir umr mujodala berdi. Nuh alayhisolatu vassalamninki hayotida 950 yil ichida bergan mujodalami, mush haq mujodalasi. Tavhid aqidasi bo'yicha shu boshqalarni o'ziga qul qilib olgan, boshqalarga batil aqidani tangan, boshqalarga zo'ravonlik qilib olgan inson turib insonni o'zininki qul qilib olgan, qulluqqa aylantirib olgan va ya bo'lmasa o'zini ilhqilqqa tiklab mushunday chiqayotgan hozir Xitoy o'xshash mushundoq zolim kofirlarga qarshi Nuh alayhisolatu vassalamni butun hayotida mujodala berdi. Uningdan boshqa Musa alayhisolatu vassalamninki Fir'aundan iborat inni ana rabbukumul a'la, men dunyoda eng oliy iloh degan mendan boshqa iloh yo'q, mendan boshqa xudo yo'q deb dunyoga jaqalagan bir zolimdi. O'zini iloh sanab olgan Fir'aun. Shu Fir'aunning qashig'i borib, shu Fir'aunga Fir'aunga qarshi turishga Musa alayhisolatu vassalamni Janob Alloh buyurgan. Ey Musa, men Fir'aunning qashig'i bor. Ularga tavhid aqidasini anglat. Ularga shu insoniyatga zulm qilmaslikni anglat.
bu zalimning qarshısida tik tur degan bu emrini Musa alayhissalomga bergan Cenab-ı Allah Qur'oni Karimda. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Cehil'den ibaret bu zalimlarga, bu diktatörlarga, bu cahillarga karşı özünün hayatı kadar mücadeleni verdi. Birinciden tevhid akidesini tiklash. Tevhid akide degandan ki yegane alemlerini yaratgan Allah subhanahu ve Teala'ga bunun da akide cihette, ibadet cihette hiç qandaq şirk bir narsa şirk qilmaslik, yani ortak qilmaslik. Akide cihette mi yekke ve yegane Allah'dan qo'rqish, Allah'dan başqa kishilarga bosh egmaslik. İbadet cihette mi şu ibadet qilgan vaqtimizning o'zida yegane şu Allah rızalığını maksat qilib turib ibadetni qilish. Endi bu şu peygamberler sanab o'tgan ulul azmi Qur'oni Karimdagi peygamberlarninki hannavasi mushu zolimga qarshi, diktatorlarga qarshi mush haqni da'vat qilib mujodala qilib ekan yo. Biz nima uchun yani Qur'oni Karimda buncha peygamberlarning ismini sanab kelib, sizlar ularning izlaridan manglar deydi. Biz nima uchun ularning izlaridan mangmasligimiz kerak? Dünyada bu zalimlarning ichida, diktatorlarning ichida hozirda Xitoy tajovuzlaridan boshqa buningdanmi boshqa tajovuzchi diktator bo'lmasa kerak. Bir önle iş bulmasa, zalim bolsa, Bani İsrail halkınınki oğul ballarını öldürüp kızlarını tirip koygan. Ama bu bizimki karşımızdaki bu zalim, meyli oğul olsun, meyli kız olsun, meyli çoğun olsun, meyli küçük olsun, meyli alim olsun, meyli cahil olsun, bunun da hemmige okşaş öldürüp gidiyordu. Bununki ziyan geçliğini tatmagan insanlar emas, hayvanatlarımız ziyan geçliğini tatıyordu. Hatta ki muşu tabiatdagi Cenab-ı Allah yaratgan dal daraxtdan tatib charqishlik buning ziynini tatmagan bir maxluq yo'q. Endi bu mushundaq bir zolimga qarshi turishning o'zi Cenab-ı Allah Qur'oni Karimda buyurilgan shu oyatlardan ishoratida chiqadiki, mushundaq zolimning qarshida tik turishning o'zi bu bizga qilingan farz kifoya hamda farz ikki qism bo'ldi. Farz ayni va farz kifoya deymiz hamda. Bu farz kifoyalarning jumlasidan xususan hamda biz Uyg'ur musulmonlarga nisbatan vatanimizda mushundaq bir zulm bo'ladigan bizningki jinimizga biz ega emas hozir, melimizga ega emas, o'zimizningki oila bola-chaqalarimizga ega emas, vatan tuproqlarimizga ega bo'lolmayotgan sharoitida hamma narsa bizning qo'limizdan olib ketayotgan bir sharoitda qo'limizdan nima kelsa shu kelganini qilish. 7 yoshdan 70 yoshgacha beshikdan to'shik kichilgandek hammamiz o'ttirga to'kilish, buningda o'ttirga chiqib bu davoni qilish, bu mujodalani berish bizga farz qilingan narsa. Buningda hamda biz o'zimizning passiv bo'lib qolganligimizdan, qarshimizdanki tuvan bo'lganligidan, buni yana durustmi, durust emasmi namoyishning ahvoli deb so'zlashib o'tiramiz. Aslida bundaq bir gapni so'rashning o'zimi bizda Uyg'ur millatiga nisbatan tushmaydigan bir gap, to'g'ri bir savol emas. Ko'chalarga to'kilib ketishimiz muhim bundaq bir sharoitning o'zida. Buna ait yaxshi bir tespit oldu. Mesela yakın mezgillerden bir yana ait ilgar bizdeki dini alimlerimiz var. Mesela İsrail'den, Karım Arabistan'daki Mehmet Yusuf Hacımlar olsun, Meyli Küsen Karımlar olsun. Yakın mezgillerden bir yana muşu akasları bugün oturup koygan muşu meselini. Yani bu Xitay'ın zulmuna karşı erkek bilişin, namayış bilişin ki bir perez işgalliğini teklif ediyordu. Mesela hadis şerif bildim veya ki İslami rivayetlerden bildikken nelik zulümün aldı sükut qıp tuğalda tilsiz şeytan o'xshaydi deydikan. Yana rivoyat qildikan bu Hazreti Husayn şu zulüm qarshi ko'proq kirib ovozini chiqarishdan o'zimi eng cho'ng jihad degan kalamni din o'rtasida shundaq bilan anglaymiz hozirgacha. Shunga to'g'ri mushundaq masalan bu namoyishning ahamiyati yo'q, namoyish qilganning foydasi yo'q, u bu deganlarninki demak bu xil gaplarni taqtiyotganlarninki buning bir maqsadlik bir yerda oturup çıkan bir narsa ekanligi bu yerda aydan bo'lib turdi. Buning islomiy jihatdan hech qanday bir tayinlagan bir nuqtasi yo'q. İslamga mos kelmaydigan bir bu endi o'zi qanday qaraylar. Shu masalan bu fitna fasodlarning hali ko'p endi masalan shu namoyishning foydasi yo'q, ahamiyati yo'q, aqchiga ko'pchi deydilar endi. Bence bu fitna fasodda taqtiyotganlar endi haqiqiy o'lima emas yoki bu Xitoyda ishlayotgan bir qism shunday diniy to'nga o'rnab olgan hain munofiqlar bo'lishi mumkin. Çünkü deganimizdek Qur'on oyatlaridan bo'lsin, hadis sharifdan bo'lsin va bizning sahobalardan bo'lsin,
biz ögünüşke tegişlik burunqi isil zatlarımızın hemmesinden bu zulümü karşı her şekilde faaliyet bolgan. Aşıla imkanının yetişçe qaysı şekilde elip baralısı bunu şu şekilde elip bagan zulümü karşı özünün erkinlik üçün elip bagan küreşleri her xil şekilde bolgan. Bu namayış mı elbette bunun bir türü. Yani bunu şunda turup ben de bunu inkar kılıp karacım degendek bu uçuk Kur'an'da peygamberlerin eliflangan yolu şu tutsa yani zulümge karşı duruş, zulüm yani fakat birla Allah'a ibadet kılış, hiç kandak kulga kul bolmaslık, fakat Allah'a kul buluş İslam'ın teşebbüsü. Yani şundaki yani onu koyup durup yani namayış kısak bolmaydı, faydası yok. O bu digerler yani bu bence digendek dini ölüme emez. Dini tonuq ornu algan Xitayning jasusları bo'lishi mumkin. Yani millatning hozirgi ruhini besish, millatning hozir kuchayotgan diniy e'tiqodi va milliy g'ururini yaga urish maqsadda endi shunday ishni boslatmani din nomida taqtiyotgan bo'lishi mumkin. Elbette, hakikaten. Degandek hozir mesela bugünkü dünya vaziyetidimi hamda o'zimizningki narazılığını bilib demokratik muhitlarda biz yashayotgan g'arb dunyosida zulm chekayotgan, azob uqubat tortayotgan, mustamlik asrida yashayotgan millatlarning asl millatlarningki mayli musulmon millatlar bo'lsin. Eng unumli usuli hozir o'zimizning ovozini chiqarishning eng unumli usuli namoyish qilish endi. Masalan 50-60 ming, 100 ming kishilik qurolliq askarlar bor. Bazı milletler mi g'arb dunyosi shu namoyish qilyapti. Masalan, ayni vaqtda chechenlar mi shu Yevropaning butun dunyoda Rossiya bilan urush qilayotgan vaqtida shuncha askar turib, bular namoyish qilgan endi. Boshqa millatlar bor, masalan, 50-60 ming kishilik askar bor turib namoyish qilayotgan boshqa bir millatlar bor. Bu yana bir nuqtani aytgan vaqtidami, bugungi dunyo vaziyati nuqtasini aytgan vaqtidami, bu namoyish qilish o'zimizningki ovozni yuksaltishning eng asosiy usulining biri. Yani biz qaraychi masalan endi bu İslam din noktasına ağa vaxtıdım her zaman ümitlik yaşaş. Her zaman ümitlik yaşaş. Bu köp ta'kidlanadi. Ümmet olarak yaşaş. Allah'ınki kudretiga ishonish. Zalimlarningki her zaman bir yerde halokatga yuzlanganligi. Buningga ishonish. Chunki o'zlari mushaqti bir ichki so'zlar bergan bo'lsa, masalan, xalqimizningki bir qismida biraz ümitsizlanishim bor. Vay bu Xitoy kuchayib ketdi. Vay hozir degan mana butun Uyg'ur degan namni so'lab qo'ydilarlarga. Vay biz tugashdik. Endi gap bu bir ish nim qilganninki, namoyish qilganninki va yoki bu vaqtda bir nim qilganning nim foydasi bor deydigan qarashlar bormi? Bu biraz ma'lum ma'niyat qilmoqda bu bir xil tushkunlik deb qarayman. O'zlari mushu xildagi insonlarga nisbatan o'zlarining qanday bir tavsiyalari bor? Şu anda bayatınki namoyish to'g'riliq yana Qur'oni Karimdan yana bir oyatninki bir parchasini deb o'tib buningki mashqin savol qo'yish. Qur'oni Karimda innalloha ya'muru bil adli vel ihsani va ita'i zil qurba va yanha anil fahsha'i vel munkari degan oyat bor. Shak shubisiz Alloh subhanahu va taolo adolatga vel ihson va yaxshi ish qilishga buyurdi yani. Adil bo'lish, mayli bu adolat öz içimizde Müslümanlar oturuştu bolsun, mayli başkalar bilen muamele qilganda bolsun, top to'g'ri bo'lish, adil bo'lish. Yani bir tarafga yan basmaslik, başkalarga zulm sanmaslik, başkalarningki bir narsalarni elib olmaslik, başkalarni bo'zak qilib olmaslik va başkalarga bo'zak bo'lmaslik, başkalarning zulmiga bosh egmaslikni buyurdi. Va itahizil qurba, yaqin urug' tuqqanlarga uningki hol ahvoldan xabar elish, ularga yordam qilish buningga buyurdi. Va yanha anil fahsha'i vel munkar. Yaman ishlardan, yaman so'z harakatdan va yaman faoliyatlardan Cenab-ı Allah to'sab qoladi sizlarni cheklaydi deydi. Endi Xitoyningki bu yerda bizga qilayotgan bu vahshiyligi, bu tajovuzchiligi, bu zulmini eg'iz bilan deb hozir tugatgan bo'lmaydi. Bir boshdan boshlasak, Uyg'urning haq-huquqi dunyoda hozir inson haqlari deydigan bozorga silinayotgan bir gap bor. Dunyoda moda bo'layotgan. Ammo bu inson haqlari deydigan gap Uyg'urga tushmaydi hozir. Çünkü Uyghur tug'ilishdan burun buning haq-huquqi bug'ilib, bu tajovuzga uchrab, haq-huquqsiz shunday bir narsaga aylanib bu dunyoga kelyotdi. Xohlagan holatda Uyg'urlar homiylik bo'lolmaydi, xohlagan farzand ko'rolmaydi.
Barzan kögen aman qo'saqdan yerilib elinyotdi. Endi bu temaga o'tmaymiz. Bizning bugungi qildigan darsimiz bu temamiz buningki maqsadi bu emas. Mushundaq sharoitning o'zida yana mushundaq bir zolimga qarshi turmay, yana adolat tiklanmagichilik buningga bosh egishning o'zi bu islomiyatga xilof payg'ambar alayhisolatu vassalam qulil haqqa va in kana murran sizlar haqni so'zlanglar va agarchandiki achchiq bo'lsinmi degan mushu zolimda Xitoyda diktator, mushundaq tajovuzchi, mushundaq zolim, mushundaq voy qudratli kuch Xitoy degan super kuch bo'lib ketdi. Xitoyga tajovuz Xitoyga hozir tankaga bo'lmaydi deb ba'zi mustaqil davlatlar ham shunday vaqtga vaqtning o'zida mushuning oldiga chiqib turib, to'rt eg'iz haq gapni qilish bizning Uyg'ur musulmonlarning ustimizdagi bu vazifa. İkinchidan hamda sizningki ikkinchi savolingizga o'tsak, bu yerda umidsizlik. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de "Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba jami'a" deyildi. O'ziningki gunohga cho'mib Allah buyurgan ishlarni qilmay, mushu Allah buyurgan ishlarni qilmaganlikdan o'zi umidsizlangan kishilar isrof qilganlar, o'zining hayotida, umrida, o'zining amalida isrof qilib Allah buyurgan ishlarni qilmaganlar. La taqnatu min rahmatillah. Allah'ның rahmetinden umidinglarni kesmanglar. Allah'ның rahmetinden umidsizlanmanglar. İnnallaha yaghfiru zunuba jami'a. Shak shubhasiz Allah gunohlarning hammasini mag'firat qiladi deydi bu oyatda. Endi bu yerda Alloh subhanahu va taolo bizni ajdodlarimizdan tortib zolimga qarshi turish, zolimga tik turish, zolimga bosh egmaslik, zolim bilan ish birlik qilmaslik, uning aldan xalqsiga tushmaslik, uningga qarshi turish, uning bilan kurash qilish, uning bilan jihad qilish, uning amr farmoniga bo'ysunmaslik, mushu mushundan iborat bu go'zal amr farmonni Janobi Alloh bizga buyurgan. Ammo bizning xalqimizda bu tushuncha qisman xalqimizga bu umumlashib, Janobi Allohning amr farmoniga bo'ysungan bo'lsa-mu, yana bir turkumda ko'p sonliqlar buningga parvo qilmay, voy bu Xitoy deganda va imom bo'lmagan insof bor deb Xitoydan yana insof tilab buningga Alloh subhanahu va taoloninki amrini qarib qo'yib, oningdan yaxshilik kutib, buningdan shafqat kutib, yana buningga bosh egib o'tgan sabab bu bizning ajdodlarimizdan, hozirmi bizning xalqimizdan o'tayotgan bir narsa. Shuning uchun hamda mushu sababdan Janobi Alloh ma insof bor degan ma insoflik, ma maxluqlarninki ma insonni ko'rib baqa, ey Uyg'ur xalq. Ey mening bandalarim buni ko'rib baqinglar degan asosda bizni noiti eg'ir bir sinoqda Janobi Alloh sinayotdi. Bu biz Uyg'ur xalqini Janobi Allohning sinig'i bu. O'tkinchi davr deymiz. Endi mushundaq sharoitning o'zida mushu Xitoyningki amr farmoni, Allohning amr farmoniga bo'ysunmay, buning ustida Xitoydek mushundaq bir zolim, mushundaq bir diktator, imonsiz, mushundaq bir tajovuzchiga bosh egib va yana mushu yaxshi deb, yana ashna xizmatini qilib, uningga yaloqchilik qilib, uningga xabar yetkazib, uningga har xil atalg'ularni qo'yib, uningga bosh egib yurishning o'zi bu jinoyat islomda. Jinoyat Qur'oni Karimda. Endi mushu shaklda biz endi o'tkazgan gunohlarimiz bo'lsa, Janobi Alloh deydiki, bunga umidsizlanmanglar. Sizlar yana o'zingizning holingni isloh qilgan bir oyatda İnnalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim deydi. Janobi Alloh har qanday bir qavmni, har qanday bir millatni ular o'zini isloh qilmoqchi, Janobi Alloh majbur holatda uni isloh qilib qo'ymaydi deydi. Biz o'zimizni isloh qiladigan vaqt kammidimi? Hozir bu qadar bizning ota-onamizni, urug' tuqqanlarimizni, aka-inlarimizni, qavm qarindoshlarimizni, qo'lun qo'shnilarimizni, bolalarimizni, avlodlarimizni, sabiylarimizni, gunohlarimizni, ayollarimizni, onlarimizni lagerda solavatudu, turma deb solavatudu, tarbiyalaymiz deyapti. Bu Xitoy bizni tarbiyalab, o'zini tarbiyalasam-mamda bu hayvon tabiatlik bu maxluqlar. O'ziniki yeydigan, inson yeydigan bir yemeklikni yeyishni bilmaydigan, hayvon yemaydigan narsani og'ziga yeydigan bu maxluqlar bizni tarbiyalagicha o'zi tarbiyalab turishga o'zini tarbiyalamaydi. Biz u Xitoyning tarbiyalashiga ehtiyojimiz yo'q. Ammo shunday sharoitning o'zida bizga bir fursat Janob Alloh sinayotdi, o'zimizni isloh qilish, o'zimizga bu kofirlarning dunyo vaziyati hozir bizga butun shu turmadagi vatandagi lager masalasini o'tirib qo'yayotgan vaqtning o'zida dast oyoq tuturishimizning o'zi umidsizlanmaslik, hamda shu ajdodlarimizning o'zimizning bu xatolik o'tgan bo'lsa-mu, kechilar qilib Allohga yig'lab, Alloh shu o'tgan gunohlarimizni afv qilsa, sizni to'nimab ekanmiz,
Muşu baş egişke tigişlik, sajda qilishga tigishlik yak kiygani Allah silitla. Biz buni o'zlariga baş egmay yana Xitoy kafirdan iborat bu zolimga baş egib ketdimiz ey Allah. Bu gunohlarimizni kechirsa, bu zolimning qarshisida tik turganimiz iymon e'tiqod ato qilsa, biz mushu zolimga qarshi o'zimizningki kurashlarimizni, o'zimizningki inqilobimizni mayli bu qurol yarog' orqali bo'lsin, mayli namoyish orqali bo'lsin, mayli o'zimizningki yozmamiz orqali bo'lsin, mayli xalqaro medialardagi o'zimizningki guvohlik berish, o'zimizningki urug' tuqqanlarimiz, o'zimizningki tonish bilishlarimizningki shu lagerga solinib ketganlar to'g'riliq guvohlik berishda bo'lmasin, mayli qaysi usulda bo'lsin, buningda dunyoga bizni anglitishda tik tura oladigan mushundaq jasoratni Janobi Allohdan buni tilishimiz va shu yo'lda menishimizga Janobi Alloh bir fursatni bizga yaratib beryapti hozirmizga. Bu fursatni davomli kelmaydi. Shuning uchun bu fursatni qo'ldan bermasligimiz, bu fursatni chin tutib, o'zimizningki irodamizni mustahkam tiklayotganimizda bu hurlik, erkinlik qo'lga keladi, oson emas. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, endi bu yerda Bosniya Hersegovina mush Yevropaningki kuzida, mush Yevropaning ichida, Yevropaning o'rtasidagi bir davlat, mushundaq bir demokratlar yashayotgan o'zida Bosniyaning o'zidimi? Bir rivoyatda 170 ming, yana bir rivoyatda 240 ming odamningki qurbon bo'lganligidan keyin, shahid bo'lganligidan keyin bularga bu hurriyat, bu erkinligimiz bo'lib keldi. Biz albatta uningdan jiq qurbonlikni beryapmiz, uningdan bir shahid bo'lyapmiz. Ammo mush imzo to'plash, mush boshqa xalqaro nimalarga sunish raporda mushlarning ismini tizimlaydi desak, o'zimizning urug' tuqqanlarimizning, aka-inlarimizning, hadi-singillarimizning, qo'shnilarimizning ismini tizimlab mingga, 10 mingga yetkazolmayapmiz, imzoni qilolmayapmiz. Bu nimadan derak berdi desa, biz yana uxlab yotganligimizdan, bunga bu Xitoy zolimga qarshi tik turishda o'zimizningki naqadar zaif, ojiz, iymonimizning sustligi, milliy g'ururimizning kamligi, biligimizda oqqan Uyg'ur qanininki bu yerda urg'ib chiqmaganligidan derak berdi bu yerda. Ening uchun biz shu fursatdan foydalanib, Janobi Alloh deydi, la taqnatu min rahmatilloh, Allohning rahmatidan umidingni kesmang deydi. Biz o'tgan ajdodlarimizning gunoh etgan bo'lsa, bizning gunoh etgan bo'lsa, Janobi Allohga sig'inib bu gunohlarimizni mag'firat tilaymiz. Ammo dushmanga qarshi, ya'ni o'zimizni isloh qilib, birlik, barobarlik ichida tik turib, o'rtaq bir g'oya, bir maqsad, bir nishon uchun, ya'ni bu g'oya, bu nishonimiz mustaqillik. Endi bu mustaqillik yetishda har xil yo'llar orqali bunga yetkazib bo'ladi albatta. Mushu ko'rishimizni davomlashtirsak, Janobi Alloh bizga shu erkinlikni berdi deb qarayman. Rahmat qarajim. Hurmatli turg'unojim, masalan, mushu bir qancha yildan buyon zaten Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmining yig'ilishiga, Sharq Turkiston musulmonlariga qaratgan zulmining yig'ilishiga ergishib, Uyg'urlar ichidami islom ellariga bo'lgan, turk islom ellariga, musulmon ellariga bo'lgan norozilik biroz yig'randi. Chunki g'arb dunyosi kuchayotdi, ammo bu yerda bizning diniy qarindoshlarimiz biroz buningda ovozini chiqarmayotdi degan og'irlash, hatto ayiblash, hatto u davlatlarga biroz haqorat qilish bor. Tuyuqsiz bir yeni yaxshi bir yüzlenish bo'lyapti. Masalan, Bengaldagi musulmon qarindoshlarimiz uy jazolarga qarshi namoyish qildi. Hindistondagi musulmon qarindoshlar, Hindiston musulmonlari yaqinda Xitoydagi jazolarga qarshi namoyish qildi. Hozir Pokistonda bu yerda qo'zilib chiqib, Xitoy konsulxonasining oldida shu jazolarga qarshi shu bir ish kunning yog'imi Pokistonlik diniy qarindoshlarimiz bo'ladi. Siz bunun yüzlenişi qanday qaraysiz? Bundan keyin boshqa, masalan, shunga o'xshash mentalliklar o'tgan davlatlarga o'xshash, bu Xitoyning qilayotgan zulmga qarshi boshqa islom ellarining umumyuzlik bu qo'zilib chiqib o'zining ovozini yetkazish imkoniyati bormi? Siz buning ehtimolini qanday qaraysiz? Albatta, biz endi hozirgacha degandek islom ellariga biz jiq raporlarni hazırlab yo'lladik endi Diniy ishlar komiteti nomidan. Qurultayning hazırlagan raporlarini nurg'un qatim islom konferansi, islom ishbirligi tashkiloti va boshqa Misr, Arabiston qatorliq asosliq davlatlarga, islom davlatlariga yo'lladik. Yani bu yerda bunday masala bor. Bu endi musulmonlar albatta bütün dünya musulmonlari bizga hissdoshlik qiladi, uning ishimiz. Ammo shu musulmonlarni boshqarayotgan hokimiyat tiki masaladir bu yerda. Yani bu hokimiyat
Xitoy bilan bo'lgan o'zining shu shaxsiy yoki oilaviy bir manfaatini deb endi bizning ovozimizni shu islom davlatlaridagi musulmon qarindoshlarimizga tozidagidek yetib berishini to'sib qo'yyotidi. Nurg'un islom davlatlariga borolmaymiz masalan. Qurultoy rahbarlari borolmaydi, bizlar borolmaymiz masalan. Agar shunda yerlarga berib imkonimiz bo'lsa, shu xalq, shu musulmon xalqni anglatsak, musulmon xalqda hech qanday bir ayib yo'q. Men musulmon xalqni ayblashga bo'lmaydi. Ammo bu yerda shu islom dunyosiga hukm surayotgan zolim, mustabid hokimiyatlar ko'p endi. Nurg'un islom davlatlarining ustidagilar mustabid hokimiyat to'g'ashqa xalqning ovozini bo'g'ib qo'yadi. Ba'zi bir demokratik islom davlatlarida siz sanab o'tgandek Turkiyadek, Pokistondek, Indoneziyadek, Hindistondek bunda bir qisman demokratik davlatlarda endi xalq buni bizning ovozimizni anglab, Xitoyning ilib berayotgan hozirgi vahshiy siyosatlariga qarshi noroziligini bildirib qilyotdi. Endi bu bizga endi ko'proq vazifa tushidiki, biz Uyg'ur musulmonlari har xil tilda shu hozirgi bo'layotgan shu lager masalasini va undan boshqa Xitoyning bizni besib olgan vaqtdan buyon hozirgacha ilib berayotgan bizning diniy va milliy an'anamizni yo'qotish va oxirida butunlay assimilyatsiya qilib yo'qotib etishdan iborat bu razil maqsadni biz shularga oshkora har xil shaklda tushuntirishimiz kerak. Shularga bildirishimiz kerak. U vaqtda lekin musulmonlarning texmi zo'r hissiyotini qo'zg'ayolamiz. Menimcha u musulmonlar albatta biz bilan birga. Rahmat, hurmatli ustozlar. Bugun bergan atrofli ma'lumotinglar, qimmatli ilminglar nasiblar. Sizlarga tekrar minnatdorligimni, rahmatimni bildiraman. Hurmatli qarindoshlar, vaqt munosabati bilan bugungi bu ahamiyatli suhbat programmamizni mishada oxirlashtirmoqchimiz. Oxirida shuni ta'kidlab qo'yay. 11 ayning 6 kuni Janvardagi BDT binosi oldida o'tkaziladigan namoyish Shveysariya vaqti atgan soat 9dan tush soat 1gacha davom qiladi. 9da yig'ilamiz, soat 11da yig'ilgan maydondan Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki oldidagi o'rindiq baxt sunib ketgan bir puti yo'q, o'rindiqning oldidagi maydonga berib, u yerda to'planamiz va namoyishimizni shu yerdan davom qilamiz va bu qatimqi dunyoviy xarakterli namoyishga Yevropadagi qarindoshlarimiz emas, butun dunyo miqyosida bir 30 ga yaqin davlatdan bu namoyishga bizniki qarindoshlarimiz kelishga hozirlanmoqda. Namoyish maydonida, BDT oldidagi namoyish maydonida ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.